Do'stlar, hozir Murod Shifoni laboratoriyasiga kelganmiz. Ochig'i misol uchun Shokirjon mana professional laboratoriya tekshiruvini o'tkazib beradigan, umuman qanaqadir laboratoriya tekshiruvidan ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, aniq faktlarga asoslanib shu ma'lumotlarni chiqarib beradigan vrach yigitimiz ham bo'laveradi, to'g'rimi, mutaxassis. Endi qarang, Shokirjon bu yerga o'zi aslida qaysi kasalliklar bilan aniqlash bo'yicha kelishadi laboratoriya tekshiruvga? Ko'plab kasalliklar mavjud bu yerda. Hamma kasalliklar, jumladan bu yerda gepatit kasalliklari, virusli gepatit, onkologik turlar, barcha turlar bo'yicha, bo'g'im bo'yicha masalan, revmatid, palartitlar bo'yicha kelishadi, suyak bo'yi yemirish bo'yicha kelishadi. Migren, o'zimiz mana mahalliy kasalliklar bor, shu bo'yicha hammasi kelishadi. Qani hozir bu apparatda mana shu apparatlarda ko'rsating, o'zingiz aniqlashtirib va hamma natijalarni ko'rsatib berasizlar. Natijani aniqligi necha foizgacha? 90-100%gacha garantiya beramiz. 90-100%gacha garantiya berasizlar. Xo'p, mana shu laboratoriya tahlillari mana shu yerda bo'lib o'tarkan-da. Bu yerda bo'lamiz. Bu apparatlarda zo'r. Endi hozir misol uchun ayni kunda deylik PTSRlar misol uchun juda ko'p muammoda, chunki aniqlash kimdir balki erinar, balki bizda yo'q deb qo'ya qoladi. Lekin ko'p narsa talab qilgani uchun mana u hamma klinika ham ko'ra olmaydi. Masalan, mablag' jihatdan, qaysidir jihatdan, yo zamonaviy jihatdan ko'ra olmasa, lekin biz hamma jihatdan ko'ramiz. Ko'rib aniqlashtirib beraverasizlar. Hozir onkologik muammolar juda ko'payib ketib qoldi-da, umuman. Statistika bo'yicha butun jahon bo'yicha shunaqa bo'lib ketib qoldi. Endi hozir misol uchun mana shu laboratoriyada mana shu tahlillar qonlarda aniqlanadimi? Bu sentrifuga apparatimiz PTSR apparatini ko'rishda foydalanadi. Bu biobas apparatimiz. Mana shuning ichida barcha tahlillarimiz amalga oshiriladi. Demoqchimanki, deylik Toshkentga boradiganlar bor. Laboratoriya kerak, tekshiruvga. O'shada Namanganda o'zimizda bor, to'g'rimi? Murod Shifo klinikasida mana shunday bu tomonlarda ham apparatlar bor. Rotor apparatlarimiz bor. Bunda nima aniqlanadi? Gepatit virusini sanoqli sistemasi, ya'ni kolesterin miqdorini aniqlab beradi. Kolичествосini nechta jigarda nechta virus borligini bilib beradi. O'rtoqlar, qaranglar. Sizda qanaqangi laboratoriya tekshiruvi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Murod Shifoga tashrif buyuring, hamma necha xil aniqlab berasizlar. 200 xildan ortiq analizlar qilib beramiz. 200 xildan ortiq analizlarni laboratoriya tekshiruvdan o'tkazib berishadi. Telefon nomer qo'yib qo'yaman ekranga, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qanaqa analiz natijasi kerak, bemalol so'rasanglar, mukammal javobni berishadi va yo'lga ham menimcha lokatsiyasi ham udobniy joyda, to'g'rimi? Markazda joylashgan. Markazda joylashgan, udobniy joyda. Ortiqcha xarajat qilib yurmaysiz. Va mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, sizga aynan mana shunday tekshiruvlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tashrif buyurib, aynan mana shu Shokirjon mutaxassisimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Iloyim yuzingizni chiqib ko'rsatsin. Mana shu bemorlarimiz kamaysin-u, ishi tushib kelgan bemorlarimizga foydasi tegadigan bir natijalar chiqarib berishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Rahmat sizga. Tashakkur. Sog' bo'linglar.